Osiyo taraqqiyot banki ishtirokidagi A380 G'uzor-Buxoro-Nukus-Benio avtomobil yo'lining 673-698 kilometr, jami 25 kilometr qismini sement-beton qoplama bilan rekonstruksiya qilish ishlari jadallik bilan amalga oshirilmoqda. 2023-yilda boshlangan rekonstruksiya ishlari joriy yilning yakuniga qadar tugallanishi rejalashtirilgan. Kredit qiymati 48.7 million AQSh dollarini tashkil etuvchi mazkur obyektning 19 kilometr Qorao'zak tumani va qolgan 6 kilometri Beruniy tumani hududidan o'tgan. Bu proyektimiz 25 kilometr Aziya Rivojlanish banki tarafidan investitsiya qilingan. 24-yil oktyabrda boshlangan. Bizning yo'limizning uzunligi 25 kilometrdan turadi. 2 liniya. Hozir bizlar 10 qaptalında turmiz. Derlik 10 qaptalı beton yo'li bilan qaplanib bo'lindi. Endi o'sha ay planlashtiruvimiz bo'yicha shep qaptalda plan bo'yicha boshlashimiz kerak. Jumaqlarning vaqti sol sentyabr deb planlashtirib o'tirmiz. Bizning obyektimizda 3 yerda ko'pir bor. Bizlar sol ko'pirning qasında turmiz. Birinchi ko'pirning ham ariqda 2 ko'pirimiz bor. Odan boshqa suv o'tayotgan quvurlarimiz ham bor. Betondan ishlangan quvur bor, keyin metalldan ham ishlangan quvurlar bor. Obyekt buyurtmachisi Avtomobil yo'llari qo'mitasi huzuridagi Avtoyo'l Invest agentligi, konsultant idora Janubiy Koreyaning qo'shma korxonasi bo'lib, jarayonlar mahalliy pudratchi tashkilotlar tomonidan amalga oshirilmoqda. Shu kungacha loyiha doirasida yo'lning bir taraf poyini o'simlik qatlamidan tozalash ishlari, yo'l poyini qurish ishlari, 20 sm qalinlikdagi yo'l asosini qurish ishlari, 15 sm qalinlikdagi yo'l asosini qurish ishlari, 24.1 kilometr uzunlikdagi qismida 18 sm qalinlikdagi sement-beton aralashmasi bilan asosning ustki qatlamini qurish ishlari, 23.8 kilometr uzunlikdagi qismida 27 sm qalinlikdagi M400 markali sement-beton qoplamani qurish ishlari bajarildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 5-aprel kuni juda ham katta sel bo'lgan. Shu yerga ham o'zining aksi ko'rsatilgan. Loyiha bo'yicha 12 ta joyga 1220 lik metal quvurdan sel suvlarini, yig'ilgan suvlarni o'tkazib yuborish uchun 12 ta joyga 1220 millimetrlik metal quvur, 4 ta joyiga 2 metrga 2 metrlik beton quvur, 2 ta joyiga sel keladigan soyimiz bor, Ursoy degan, o'sha joyga 4 metrga 2,5 metrlik quvurlar qo'yilgan. Yangi qurilgan yo'llarga mana bu kechagi selni haqiqatda ko'rsatib berdiki, loyihada to'g'ri loyihalangani, o'sha suvlarning vaqtida o'tib ketgani, shu beton yo'llarning afzalligi shundaki, u yuk ko'tarish qobiliyati juda ham katta, ham bu havo temperaturasi ko'p ta'sir qilmaydi. Endi hozir bizning obyektimizda o'zi bor yo'q 25 kilometr joy, tog'li uchastka bo'lganga, mana почти 1,8 million kubdan ortiq tuproqlar ko'rsatilgan. Bunda qaraganda bu yerda boshqa joylarga qaraganda tuproqlar rosa ko'p. Nima desa, qayerlardir 4-5 metr joy ko'targan joylarimiz bor, qayerlarda 4-5 metr qazigan joylarimiz bor. Mavjud 2 tasmali asfaltobeton qoplamani xalqaro talablarga javob beradigan 4 tasmali sement-beton qoplamaga o'zgartirish bo'yicha rekonstruksiya loyihasi hisoblanadi. Dor kompleks Sinab Plus korxonasiga 12,5 kilometr qismi ajratilgan. Avtomobillar to'xtab dam olish uchun avtomobillar turar joyi bor, bitta loyihalangan. Shuningdek, 2 ta yo'l o'tkazgich loyihalangan. Undan bittasi avtomobillar xavfsiz qayrilib olishini ta'minlash maqsadida qurilyapti. Yo'limizning 70% bitirildi deb hisoblasak bo'ladi. Ishlashda qiyinchiliklar bor. Boshqa mintaqalarga nisbatan farq qiladi, ob-havosida o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, shunga moslashib ishlab kelmoqdamiz. Bu yerda qiyinchiligi yo'l poyida ishlatiladigan o'zining tabiiy gruntida loyihaviy talablarga javob beradigan, mustahkamlikka erisha oladigan gruntlar juda ham kam. Ularni almashtirishga ko'p vaqt ketdi. Shuningdek, o'yma va qazilma ishlarimiz ko'p bu yerda, ko'tarma ishlarimiz ko'p. Shundan qiyinchiliklar tug'ildi. 25 kilometr uzunlikdagi mazkur yo'lda 3 ta ko'prik va yo'l o'tkazgich ham qurilmoqda. Loyiha doirasida jami 150 dan ortiq texnikalar jalb qilingan. Joriy yil yakuniga ko'ra ajratilgan kredit mablag'i to'liq o'zlashtirilib, 25 kilometr uzunlikdagi 4 tasmali sement-beton qoplamali magistral avtomobil yo'li qurib bitkaziladi.